هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Zümer tefsiri 7. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Zümer suresi 7. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Eğer kafir bolsanglar Allah sizlerden bir hacettir. Allah bendilerinin kafir bolışıga razı bolmaydı. Eğer sizler şükür qilsanglar Allah sizlerning qilgan şükürünglardan razı boludu. Bir günahkar adam başka birovning günahini üstiga almaydı. Yani her adam qilgan gunohiga o'zi javobgar bo'ladi. Ondan sizlar Rabbinglarning dargohiga qaytsizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga aytib berdi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni to'liq bilguchidir. İnsonga biror ziyon zahmat yetsa, Rabbiga yuzlangan holda uningga duo qiladi. Ondan Allah o'z tarafidan uningga ne'mat ato qilgan, uning beshiga kelgan kulfatni ko'tarib etgan chaqda Allahqa ziyon zahmatni ko'tarib etish to'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketdi. Boshqalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun Allohga sheriklarni keltirdi. Aytqinki, sen kufring bilan turib bu fani dunyodan ozgina vaqt bahramand bo'lgan. Sen cho'qim davzaxiylardandursan. Allah Teala'nın küfürlükka gazaplanıp şükür qilishga razı bo'lganlik to'g'risida. Allah Teala bu ayette o'zidan boshqa barliq mahluqotlardan behojat ekanligini xabar qildi. Bu vaqtda Musa alayhissalom mundaq degan edi: Agar sizlar va butun yer yuzidagi kishilar kofir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilch ziyon yetkazolmaysizlar. Chunki Allah elbette hammadan behojatdir, madhiyalashga loyiqdir. İmam Muslim Peygamber aleyhisselamның hadisi qudusida mundaq bayon qilganligini rivoyat qildi. Ey bandilarim, agar haqiqatan sizlarning avvalinglardan oxiringlargacha butkul inson va jinlar sizlarning ichinglardagi eng gunohkor odamning qalbidek bo'lib ketgan taqdirdami, bu mening podshohligimdan hech narsani kamaytirmaydi. Allah bendilerinin kafir bo'lishig'a razı bo'lmaydi. Yani Allah Teala küfürünü yaxshi ko'rmaydi ve hiç kimni kafir bo'lishga buyurmaydi. Agar sizlar shukr qilsanglar, Allah sizlarning qilgan shukringlardan razı bo'ladi. Yani Allah Teala qilgan shukringlarni yoqtirdi ve bunun uchun o'z fazlini sizlarga ziyoda qiladi. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bir günahkar adam başka birovning gunohini ustiga olmaydi. Yani birov yeni birovning gunohidan hech narsani ustiga ololmaydi. Balki her bir odam o'zining gunohiga o'zi javobgar bo'ladi. Ondan sizlar Rabbinglarning dargohiga qaytsizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga aytib berdi. Allah hakikaten dillardaki sırlarını to'liq bilgichidir. Yani Allah Teala'ga hiç qandaq bir sır maxfiy qolmaydi. Qiyinchilikqa yo'liqqanda Allah Teala'ni eslash, uningdan qutulgandan keyin Allah Teala'ga sherik keltirish insonning kufrligi ekanligi to'g'risida.
insonga biroz ziyon zahmat yetsa, Rabbiga yuzlangan holda uningga duo qiladi. Ya'ni hojat tushganda hech shirki yo'q, yolg'iz Alloh taologa yelindi va o'zini qiyinchilikdan qutqizishini talab qiladi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: sizlar dengizda biror ofatga yo'liqqan chig'inglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohli keladi. Ya'ni inson mundaq chaqda Allohdan boshqa iltijo qilmaydi. Allah sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman eson quruqlikqa chiqarganda yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi holatinglarga qaytib olasizlar. İnsan kufrlik qilg'uchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Ondan Allah o'z tarafidan uningga ne'mat ato qilgan, uning beshiga kelgan kulfatni ko'tarib o'tgan chaqda Allohga ziyon zahmatni ko'tarib o'tish to'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketadi. Ya'ni u bayashat turmush kechirayotgan chaqda u ilgari qilgan duosini va yalvorib yelinganliklarini unutib ketadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: insonga biror ziyon zahmat yetsa, yatsıydı, o'ttasıydı, tursıydı, onu dabi qilishimizni talab qilib, bizga duo qiladi. Ularga yetgan ziyon zahmatni ko'tarib etsak, go'yo uni ko'tarib etishimizni tilab bizga duo qilmagandek yomon ishini yana davomlashtirib berdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Başqalarını Allah'ның yoludan azdırış için Allah'a şeriklerini keltirdi. Yani hatırcam vaqtlarda başqalarını Allah Teala'nın yoludan azdırış için Allah Teala'ga şeriklerini keltirdi. Aytqin ki, sen küfrün bilen turup, bu fani dünyadan azgın vaqt bahriman bo'lgin. Sen çoqum davzixila dundursan. Yani kimning hali, mangan yolu ve tutkan prinsipi bu bo'lsa, onunğa aytqin ki, sen küfrün bilen az vaqt bahriman bo'lgin. Bu ayet kafirlarga qarata qattiq tahdid ve resmi agahlandırıştır. Bu vaqtda Allah Teala mundaq deydi: ularga dünyanın nimetlerinden bahriman bo'linglar. Şübhisiz ki sizlarning bardigan joyinglar davzaxdir degin. Ularni dunyodan ozgina muddat bahriman qilamiz. Ondan ularni qattiq azobni tetishga majburlaymiz. Allah'a şerik keltirgan odam yaxshimi yoki oxirat azobidan qo'rqib, Rabbining rahmatini umid qilib, kechining soatlarini sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egalari ibrat oladi. Allah Teala'ga itaat qilg'uchi bilan osiylik qilg'uchining barobar bo'lmaydiganligi to'g'risida. Allah Teala bu oyatda mundaq deydi: taqvodor odam Allah Teala'ga shirik keltirgan ve başka narsalarni Allah Teala'ga o'xshatgan odam bilan o'xshamdi. Ular Allah Teala'nın dergahida hergiz o'xshash emas. Bu haqda Allah Teala mundaq deydi: ular bir xil emas. Ehli kitobdan, yani Yahudilar, Nasaralardan kechileri Allah'ның oyatlarini tilovat qilib turadigan ve secde qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Keçinin saatlerini secde qilgan ve qiyamda turgan, yani secde qilgan ve qiyamda turgan halatlerde Allah Teala'dan qo'rqqan holda ibadet qilib o'tkazgan odam yaxshimi?
İbn Abbas radıyallahu anhuma, Hasan Basri, Suddi ve İbn Zeyd qatarlıqlar keçinin saatleri degan oyatdan keçinin o'ttirisi ko'z tutiladi deydi. Ahiret azobidan qo'rqib, Rabbining rahmatini umid qilib, ya'ni ibodat qilayotganda ahiret azobidan qo'rqib, Alloh taolaning rahmatini umid qiladi. Har bir banda ibodat qilganda cho'qim azobdan qo'rqishi va Alloh taoladan rahmat umid qilish kerak. Bütün hayotida bo'lsa, Alloh taoladan qo'rqishi boshqa holatlardan ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni banda ibodat qilayotganda ahiret azobidan qo'rqib, Alloh taolaning rahmatini umid qiladi. Ibodat qilganda cho'qim azobdan qo'rqitish, rahmat umid qilish, bütün hayotida bo'lsa, qo'rqish yuqori o'rinni egallash kerak. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ahiret azobidan qo'rqib, Rabbining rahmatini umid qilib, sakratga tushganda bo'lsa, rahmatni umid qilish ko'proq bo'lish kerak. Bu vaqtda İmam Abdu ibn Humayd Anas radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom sakratga tushib qolgan bir odamning qishig'iga kirdi va uningga sakratdagi holing qandaqroq dedi. U rahmat umid qilib azobdan qo'rqyapman dedi. Payg'ambar alayhissalom mushuning o'xshash o'rinda bir bandining diliga umid va qo'rqish jam bo'lsa, Alloh taolo uning umid qilgan narsasini beradi va qo'rqinchisidan xotirjam qiladi dedi. Bu hadisni İmam Tirmizi, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Ahmad Tamim Dari radıyallahu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimiki bir kechida 100 oyat o'qisa, uningga bir kecha ibodat qilganning savobi yoziladi. Bu hadisni İmam Nasai rivoyat qilgan. Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Ya'ni bu odam bilan ilgiriki oyatda tilga ilingan boshqalarni Alloh taolaning yo'lidan ozdirish uchun Alloh taolaga sheriklarni keltirgan odam barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egillari ibrat oladi. Ya'ni haqiqatan hidoyat topgan odam bilan ozg'un odam orasidagi farqni faqat dili va aqli sog'lom odamlar biladi. Aytqinki, ey Allohning mu'min bandalari, Rabbinglarga taqvodorlik qilinglar. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat savr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Aytqinki, men dinni shirkdan va riyodan sap qilgan holda Alloh taolaga ibodat qilishga buyurildim. Hamda bu ummatning ichida musulmonlarning avvali bo'lishga buyurildim. Taqvodorlik qilishga, hijrat qilishga va ibodatni ixlos bilan qilishga buyurish to'g'risida. Alloh taolo mu'min bandilarini Alloh taologa davomli itoat qilish va taqvodor bo'lishga buyurib, mundaq deydi. Aytqinki, ey Allohning mu'min bandalari, Rabbinglarga taqvodorlik qilinglar. Bu dunyoda yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Ya'ni bu dunyoda yaxshi ish qilganlar dunyo va oxiratda yaxshilikqa erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Bu oyat haqida Mujohid mundaq deydi. U yerga hijrat qilinglar, butlarga cho'qinishni tashlab, kofirlarga qarshi jihad qilinglar.
Faqat savr qilg'uvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. Bu oyat haqida Avzai ularga beriladigan ajr taroz o'lchamga berilmasdan to'kib berildi dedi. Suddi bu ajr ularga jannatda berildi dedi. Aytqinki, men dinni shirkdan va riyodan saf qilgan holda Allohga ibodat qilishga buyurildim. Ya'ni men faqat hech shirk bo'lmagan yolg'iz Alloh taologa ibodatni ixlos bilan qilishga buyurildim. Hamda bu ummatning ichida musulmonlarning avvali bo'lishga buyurildim. Aytqinki, agar men Rabbimga osiylik qilsam, shubhisizki buyuk kunning azobidan qo'rqaman. Ya'ni Allohning amriga osiylik qilsam, qiyomat kuni uning meni jahannam o'ti bilan azoblashidan qo'rqaman. Aytqinki, dinimni shirkdan va riyodan saf qilgan holda Allohga ibodat qilaman. Sizlar Allohdan boshqa xalqininglarga ibodat qilinglar. Aytqinki, qiyomat kuni o'zlarini va oilasidagilarni ziyon tortquchilar, qattiq ziyon tortquchilardir. Aytqinki, qiyomat kuni o'zlarini va oilasidagilarni ziyon tortquchilar, qattiq ziyon tortquchilardir. Bilinglarki, ana shu ro'shan ziyondir. Ularni ustidanmi qatmuqat o't, ostidanmi qatmuqat o't o'rib oladi. Shu qattiq azob bilan Alloh bandalarini qo'rqitdi. Ey bandalarim, azobimdan qo'rqinglar. Alloh taolaning azobidan qo'rqitish to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen mening payg'ambarimsan. Aytqinki, agar men Rabbimga osiylik qilsam, shubhisizki buyuk kunning azobidan qo'rqaman. Ya'ni Allohning amriga osiylik qilsam, qiyomat kuni uning meni jahannam o'ti bilan azoblashidan qo'rqaman. Aytqinki, dinimni shirkdan va riyodan saf qilgan holda Allohga ibodat qilaman. Sizlar Allohdan boshqa xoliqininglarga ibodat qilinglar. Bu oyat ularni qattiq ogohlantirdi va payg'ambarning ulardan juda bo'lganligini ko'rsatdi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Aytqinki, qiyomat kuni o'zlarini va oilasidagilarni ziyon tortquchilar qattiq ziyon tortquchilardir. Ya'ni ular qiyomat kuni qattiq ziyon tortquchilardan bo'lib, bir-biridan mangulik ayrilib ketdi. Ular abadiy uchrasha olmaydi. Ularning oilasidagilar jannatga kirib, ular o'zlari dovzaxga kirsin yoki hammasi dovzaxga kirsin, bari birdir. Ularga hargizmi jam bo'lish va xushallik bo'lmaydi. Bilinglarki, ana shu ro'shan ziyondir. Ya'ni mana bu ochiq va oshkor ziyondir. La havla va la quvvata illa billah. Ondan Alloh taolo ularning dovzaxdagi holini sifatlab mundaq deydi: Ularni ustidanmi qatmuqat o't, ostidanmi qatmuqat o't o'rib oladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Dovzaxda ularning ostiga soladigan ko'rpisimi o'tdan, ustiga yepindigan yotqinimi o'tdan bo'ladi. Zolimlarga mushundaq jazo beramiz. U kunda azob ularni ustilaridan, oyoqlarining ostidan o'rib oladi. Alloh ularga: Dunyoda qilgan amallaringlarning jazosini tetinglar deydi. Shu qattiq azob bilan Alloh bandalarni qo'rqitdi. Ya'ni bandalarning harom va gunoh ishlardan yenishi uchun Alloh taolo ularni kelgusida bo'ladigan cheksiz azobni xabar qilish orqali qo'rqitdi. Ey bandalarim, azobimdan qo'rqinglar.
ya'ni azab uqubatim va qahri g'azabimdan qo'rqinglar. Şeytanga ve butlarga çoqinishdan yiroq bo'lganlarga, Allohga va uning ibodatiga qaytganlarga jannat bilan xush xabar berildi. Sözge quloq silib, uning eng yaxshisiga ergishadiganlarga, ya'ni taqvodor bandalarimga xush xabar bergin. Eni shular Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Eni shular sog'lom aql egillaridir. Yaxshi odamlar haqidagi bishorat to'g'risida. Abdurrahman ibn Zayd otasining mundaq deganligini rivoyat qildi. Shaytonga va butlarga cho'qinishdan yiroq bo'lganlarga degan bu oyat Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Abu Dar va Salman Farisi radhiyallohu anhumlar haqida nozil bo'ldi. To'g'risi bu oyat ularni va butlarga ibodat qilishdan yiroq bo'lib, shafqatlik Alloh taolaning ibodatiga qaytgan odamlarning hammasini o'z ichiga oladi. Ana shular uchun dunyo va oxiratda xush xabar bor. So'zga quloq silib, uning eng yaxshisiga ergishadiganlarga, ya'ni taqvodor bandalarimga xush xabar bergin. Ya'ni ular u so'zni tushunib, uningga amal qiladiganlardir. Bu so'z Alloh taolaning Musa alayhisalomga Tavratni bergan vaqtida degan tövendeki so'ziga o'xshaydi. Ey Musa, uni, ya'ni Tavratni mahkam tutqin hamda qavmingni uningdagi eng go'zal ahkamlarga amal qilishga buyurgan. Ana shular Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ya'ni ana shu sifatlar bilan sifatlanguvchilarni Alloh taolo dunyo va oxiratda to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ana shular sog'lom aql egillaridir. Ya'ni sog'lom aql va to'g'ri tabiat egillaridir. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Zumar tafsiridan 18-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.